Dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shanba kuni faqat Qoraqalpog'iston Respublikasida ayrim joylarda yog'ingarchilik yomg'ir, qor bo'lishi mumkin. Yakshanba kuni Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo va Qashqadaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik yomg'ir, qor bo'ladi. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. Dam olish kunlari havo harorati shanba kuni 7-12 daraja iliqqacha, yakshanba kuni 10-13 daraja iliqqacha ko'tariladi. Harorat kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq atrofida bo'ladi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Respublikaning ayrim joylariga tuman tushishi mumkin. Poytaxtimizda shanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-2 daraja iliq, kunduzi 7-9 daraja iliq bo'ladi. Yakshanba kuni kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 2-4 daraja iliq, kunduzi 10-12 daraja iliq bo'ladi. Shamol sharqdan birozdan o'rtacha tezlikkacha esadi.